Assalomu alaykum Hosil aka. Va alaykum assalom. Sizni Sharqona TV kanali orqali ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Xush kelibsiz. Siz bilan bunday muloqotlarimiz birozgina cho'zilgan edi. Mana siz bilan yana ko'rishganimiz bu juda ham tomoshabinlar uchun ham va qolaversa sizga yo'llangan savollar ham bir muncha ko'payib qolgan edi. Sizga savollarni yo'llasam Hosil aka. Xo'sh, ilk savollardan biri vitiligo to'g'risida bo'libdi savol. Vitiligo to'liq davolanadimi yoki faqat to'xtab turishi mumkinmi deb yo'llashibdi. Savol uchun rahmat. Juda yaxshi savol berilgan. Vitiligo kasalligi to'liq davolanishi mumkin, faqat agar to'g'ri dorilar tanlansa va o'sha mijoz, o'sha kasal kishi shifokorni aytgan parhezlariga rioya qilib, dorilarni aytganday ichib va aytganday surtib tursa va boshqa shartlari ham bor, shularga ham rioya qilsa, albatta sog'ayib ketadi. Ayrim kishiga to'liq sog'ayib ketadi va vaqt sayin sog'ayadi-da, bu bir kun, ikki kunlik ish emas, hatto bir oylik ish ham emas. Oydan oyga sog'ayib ketaveradi ayrim kishiga va to'liq sog'ayadi. Ayrim kishiga esa qandaydir bir sabab bilan buni Alloh o'zi biladi. Endi asl sababini faqat ko'payish to'xtaydi. Ko'payish jarayoni to'xtaydi, o'sha to'xtab qoladi. Buni siri faqat Allohga ayon, albatta. Yo'q, butun boshli organizmdan chiqib ketishi ham mumkin hattoki. Ha, ko'pchilikka sog'ayib ketadi, ko'pchilikka. Ayrim juda oz miqdordagi odamga to'xtab qolgan bo'ladi. Lekin shartlarni rioya qilmagan odamga to'xtamaydi, rivojlanib ketaveradi. Bilasizmi, butun dunyoda o'sha vitiligo kasalligini dunyoda 8,5 milliarddan oshiq aholi bir yer yuzida bo'lsa, shundan 0,55% dan %95%gacha odamlar vitiligodan aziyat chekar ekan. Afsus. Men xohlar edimki, bironta shu oqtoq vitiligoga chalingan kishi bo'lmasligini xohlar edim. Chunki hammamiz bilamizki, oqtoqga chalingan kishi o'zini odamlar orasida juda xijolatli sezib yuradi. Odamlarga qo'shilib yurishga qiynaladi. Bironta bunaqa dardga chalinmasligini xohlar edim biron bir kishi. Go'yoki qandaydir aybsiz aybdordek bo'lib yuradi, chunki uni ichidan yuqtirmaganda. Ha, shunday. Xo'p, Hosil aka, yana sizga savollar yo'llashdi. O'sha vitiligoga oidroq, vitiligoning sun'iy quyosh shu'lasidan qanchalik yordam beradi debdi. Savol juda to'g'ri bu savol ham. Biz buni kuzatganmiz, natijasini kasallarga kuzatganmiz. Quyosh jarayonida ma'lum darajada hatto yarmidan ko'pi bir qora nuqta qoplashi mumkin. Lekin u quyosh nuri ta'sirida bo'lgan tashqi o'sha ta'sirot bilan bo'lgan bo'ladi. Ichki sabab kesilmagan bo'ladi. Quyosh nuri haligi intensivligi pasaygandan keyin, quyosh nurini olmasdan qolgandan keyin, mana kuz qish paytiga deylik, o'sha qora nuqta qoplagan joylar ko'pincha qaytib oqaradi. Qaytib oqarish kuzatiladi qaytadan. Va yana eski holat darajasiga yetish ehtimoli bor. Shuning uchun bu faqat tashqi muolaja emas, ichki muolaja ham kerak bo'ladi. Demak, bu anchagina organizmga vitiligoga foyda ekanda. Quyosh nuri foydasi bor, lekin vaqtinchalik foyda. Xo'p, keyin savol yo'llashdi, o'sha vitiligoga oid bo'lsa kerak, qanday ovqatlanish qoidalariga amal qilish kerak? Endi qanday ovqatlanish qoidalariga amal qilish kerak vitiligoga? Buni har bitta kasalni o'zi ko'rgandan keyin mijozga qarab bizlar tavsiya qilamiz. Qanday ovqatga nima qilish kerak, rioya qilish kerakligini. Yo'q, uni organizmida katta ko'pligi, kamligiga qarab demoqchisizmi? Yo'q, bu yerda tana mijozi degan narsa bor. Mana shu har bir odamning o'zini mijozi bo'ladi. U nima deydi, xususiy mijoz bor, shaxsiy mijoz borda. Chunki ba'zi bir ovqatlar ba'zi bir mijozga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, keyin savolga o'tamiz. Ustoz, vitiligoning haqiqiy sababi nima? Asab tizimi ta'sir qiladimi debdi. Menimcha sizni ustoz deb tan olgan qaysidir kuzatuvchi. Shifokor, tabib bo'lishi mumkin, vrach bo'lishi mumkin, yosh yigit yo yosh qiz bo'lsa kerak. Har holda bu shifokor, umumiy nom, tabib uchun ham, vrach uchun ham shifokor. Hamma uchun tegishli bu, vrachga ham, tabibga ham. Shifokorlik ishlariga rivoj tilayman agar shifokor bo'lsa. Savol qanday edi? Xo'p, vitiligoning haqiqiy sababi nima? Asab tizimi ta'sir qiladimi? Vitiligoning haqiqiy sababi, men o'zimni uzoq yillik tajribalarimdan kelib chiqib aytishim mumkinki,
qurt gija sabab bo'ladi. Bu ko'pincha yosh bolalarga, 14-13 yoshli bolalar, ya'ni 1 yoshdan boshlab deylik, 1 yoshdan boshlab 13-14 yosh, ya'ni o'sha balog'at yoshigacha bo'lgan bolalarga asosan qurt sabab bo'ladi ko'pincha. Yoshi 18 va 15 yoshdan boshlab undan yuqoridagilarga 70 yoshgacha bo'lsa ham deylik, ko'pincha stress, asab tizimi sabab bo'ladi. Ayrim kishi bo'ladiki, ham qurt sabab bo'lgan, ham asab tizimi sabab bo'lgan. Bizni qabulimizga kelgandan keyin uni sababi qurtdanmi, asabdanmi yoki aralash sababdanmi? Aralash sabab ham bo'ladi-da. Buni aniqlaymizda, o'shanga qarab maslahatlarni beramiz, parhezlarni ham buyuramiz o'shanga qarab. Xo'p, qaysi yog'lar yoki giyohlar dori sifatida foydalansa bo'ladi debdi? Dori sifatiga endi tabiiy bo'lganim uchun men tabiiy vositalardan foydalanaman. Tabiiy vositalarni tavsiya qilaman. Bilasizmi, qaysi yog'lar debdi? Menimcha ovqat iste'molidagi yog'larni so'ralgan bo'lsa kerak. Iste'mol uchun deyiladigan bo'lsa, iste'mol uchun zarar qiladi. Mana slichniy masla magazinda deylik, oq-dog'i borga zarar qiladi u. Yoki yog' haqida aytadigan bo'lsak, mana charviy yog'lari, mol go'shtining yog'i. Bu ham zarar qiladi. Lekin uydagi haligi qizirilgan sari yog' bo'ladi, uni bemalol iste'mol qilish mumkin. Paxta yog'ini ham, semichka yog'ini ham iste'mol qilish mumkin. Zig'ir yog'ini ham jumladan iste'mol qilsa bo'ladi. Bular unga ta'sir o'tkazmaydi. Zarar qilmaydi. Bu yerda asosan o'sha charviy yog'i va slichniy masla zarar qiladi, yog' ma'nosida. Hosil aka, sizga eng ko'p murojaat qiladigan kasalliklar qaysilari? Endi bir 15 yil oldingi muddat, mana hozir 25 bo'lsa, 10-yilgacha deylik, 2010-yilgacha menga asosan teri kasalliklari eng ko'p murojaat qilgan. 2010-yilgacha. Keyin bir mana 17 yilcha bo'ldi diskriza uchun va oqma yara uchun. Yara haligi dorilarni men nima qildim, yo'lga qo'ydim. Ilmiy ishlarimni davom ettirib yo'lga qo'ydim shu dorilarni. Shundan keyin menga diskriza va oqma yara bo'yicha murojaat qiladigan odamlar haligi foizi oq va badani oq tushganlar va teri kasalligiga chalingan kishilarga nisbatan diskriza va oqma yara uchun haligi murojaat qiladiganlar ko'payib qoldi. Nisbatan ko'p menga diskriza va oqma yara bilan ko'proq murojaat qilishadi. Teri kasalliklari esa ularga nisbatan kamroq murojaat qilishadi. Chunki endi menimcha ko'paygan, mana bu diskriza bilan oqma yara ko'paygan menimcha nisbatan. Xo'p, keyingi savol aytyapti, Hosil aka, asab tizimini tinchlantirish uchun nima tavsiya qilasiz? Asab tizimini tinchlantirish uchun tinchlantiruvchi mana vositalar. Tabiiy narsalardan aytadigan bo'lsak, mana uxlashdan 1 soat oldin 1 qoshiq, osh qoshiq bilan yoki tabiga qarab 1,5-2 qoshiq bo'lsa mayli, tabiga qarab har kim gavdasiga qarab, asal, haqiqiy asalni iliq suv, qaynagan iliq suvga eritib, qaynoq suvga emas, qaynagan iliq suvga eritib iste'mol qilsa, u ham tinchlantiruvchi ta'sir qiladi. Keyin mana moychechak guli bor, u ham tinchlantirish xususiyatiga ega. Uni choy qilib iste'mol qilish mumkin, choyga asal qo'shib ham iste'mol qilish mumkin. Bu tabiiy narsalar. Endi sun'iy narsalarga kelsak, aptekalarga bor, maxsus tinchlantiruvchi tabletkalar bor, tinchlantiruvchi siroplar bor, u albatta ximiya aralashgan bo'ladi ularga. Hozirgi zamon bemorlarining asosiy muammosi nimada? Hozirgi zamon bemorlarining asosiy muammosi haqida gapiradigan bo'lsak, stress ko'paygan odamlarga. Ya'ni nima deymiz, tinchini yo'qotgan odamlar, bir xotirjam yurmaydi ko'pincha. Ko'pincha shu stressli holatda yurishadi. Tortishuvlar ko'paygan. Bu bir. Yana ko'pchilik ovqatlanish tartibini bilmaydi. Chunki kasallik stress orqali chiqadi ko'pincha va ovqatlanish tartibini buzgan odamga kelib chiqadi. Ovqatlanish tartibini ko'pchilik bilmaydi. Tartibiga rioya qilmaydi ovqatlanishni. Va albatta kasallikning boshqa sabablari ham bor. Mana yuqadi bir-biridan u yuqadigan kasalliklar va xudo ko'rsatmasin baxtsiz voqealar orqali bo'ladiganlar bor. U o'z yo'liga qay. Bular ham albatta ehtiyot bo'lish kerak bu narsalardan. Rahmat Hosil aka. Salomat bo'ling.